Salom, bugun sizlar bilan Gojo Uzbi. Bugun sizlar bilan Minecraft o'ynaymiz. Va biz bitta narsani tekshiramiz. Menda bir qandaydir bug'mi bo'lib qoldi. Shuni bir tekshiramiz. Bug'mi yoki yangilanishmi Minecraftda? Hozir ko'rib chiqamiz. Ya biz tekshiramiz yangi narsani. U yangi narsa nima deysizmi tur? U yangi narsa nima deb o'ylasangiz, biz hozir bir mana shu g'orlarda tekshiramiz demoqchi edim. Yo'q, g'orlarda tekshirgim kelmayapti. Va biz bir narsani tekshiramiz. Bu narsa shular. Bir meni o'yinim bir bala bo'lib qoldiki, shunaqa narsalar. Masalan, bunaqa ximiyami bir narsa bo'lib qoldi. Bularni hozir bir tekshirib boramiz. Hozir hamma narsasini qo'yaman. Va bunga qaranglar. Buni qo'ysam, bir bala kali bilan nima deyapti? Senda mod bor deyishlarga, mana hozir sizlarga ko'rsataman. Bu mod yo'q. Mana bitta ham narsam yo'q. Ko'rishingiz mumkin. Va bu nima? Qanday bu? Mana guli pasada joni bor. Bularni qo'ysak mana. Bolalar, bu nima? Agar sizlar obuna bilan like bossanglar, men birinchi streamimni qilaman va menga ko'p motivatsiya bo'ladi. Obuna bilan like bossanglar. Biz buni hozir tekshirib chiqamiz. Bu nima? Qanaqa dinamik bu? Bular nima? Eliksir. Hydro? Buni mobga sinab ko'raylik chiqani. Hech nima qilmayapti. Tonikchi. Bu bizni ish qirollarimizda balkim bu ko'rinar. Keyin bir qanaqadir bir por ham bor ekan. Xo'sh, bular bu narsaga qo'yilmayapti. Miksirlar. Va bizda sugar. What is that? Ice bomb. Buni bir ishlatib ko'raylikchi. Udi. Oy. Buni otsak bo'lar ekan biz. Bu nima ekan? Bleach. Va Underwater TV. Robiyachim tur. Underwater TV. Nima ekan bu? Bir ko'raylikchi qani. Hitbox. Hozir biz bularni sinab ko'ramiz. Bu menimcha boshqa narsa bu. Bir qandaydir o'yinim boshqacha bo'lib qoldi. Menimcha bu TNT suvda ostida ham portlashi kerak deb o'ylayapman, chunki yozuvdan ham bir olsak bo'ladi.
Mana men qo'ydim. Hozir buni yoqib ko'ramiz. Agar yonsa, sizlar like va podpiska bosasizlar. Va yondi. Bolalar ishladi. Va bolalar bunimiz ishladi. Mana Rostam ham suvni tagida ishlatib ko'rdik va ishladi. Savol, bu suvni ustida ham ishlaydimi? Va suvni ustida ham ishlar ekan. Biz yana qanaqa tadqiqot ishlatsak bo'ladi? Mana nima? Maqsad buni. Hozir men bolalar survivalga o'tib ko'raman va shuni ustiga tushaman. Bu nima o'zi? Voy, o'zim yoqib yubordim. Bu bizga nima kerak? Va buchi bizda bitta underwater torch degan narsa ham bor ekan. Suvni tagida. Va suvni tagida ham yonyapti. Turistlar suvni tagida yonyapti. Bunda biz narsa olsam bo'larmikan? Agar men nafas olsam, sizlar kommentariy yozasizlar. Kelishdikmi? Kelishdik. Mana suvni tagiga sekin tushaman. Voy, portlagan joyimiz. Nafas olsa bo'lar ekan, bolalar. Bu rostdan yonar ekan va bu nur taratadimi degan savol bor. Men kech qilaman. Kech bo'ldi. Nur taratar ekan. Suvni tagida-chi. Suvni tagida ham nur taratar. Bu dahshat. Qancha jon olishi mumkin bu? Bir tekis purkash uchun maxsus formula. Bu qancha jon olishi mumkin? Hozir biz golem yoki vardinda tekshiramiz. Va bizda fish, salmon, squid, hozir golem, mana golem va vardin. Va bizda sindirib bo'lmaydigan bir ana bor. Sindirib bo'lmaydigan deyishdi. Sindirib bo'lmadi. Mana Harden Black Biz hozir buni sinab ko'ramiz. Bu tarafda paydo bo'lyapti. Va biz hozir bularni tekshirib ko'ramiz. Bu oyna sinarmikan, sinmasmikan?
hozir buni portlatib ko'ramiz. Agar golim o'lsa, bu yaxshi bo'ladi. Va golim o'lmadi. Nech? Va bizni oyna ham unchalikka sinmadi, lekin sindi. Va bu golim nechtada tuzalar ekan? Bittada. Va TNT'larga yangi o'zgarish kelibdimi? Yo'q, kelmabdi. Va biz nimani tekshiramiz? Qisqa izohlarda yozib ko'ring. Bu narsalarni tekshiramiz. Buni tekshiramiz. Buni tekshiramiz. Buni qildik. Va biz Muhammadda pulni eliksirlar bilan ishlasak bo'ladi. Wow, zo'rda. Bu nima ekan? Ko'rdinglarmi, bolalar? Yonyapti. Ancha bu kechasi yonsa kerak. Hozir yana bir marta kechasi qilaman. Bu yonishni qaranglar. Buni yoqib ko'raylikchi. Qaytib borku. Nima qiladi? Bilan Dile salyut ekanda bu bolalar. Bola obunachilar salyut ekan. To'xtanglar-da, men bitta narsani sinab ko'rmoqchiman. Mana topdim. Biz buni bunday qo'yadigan bo'lsak, u narsa tortadimi? Chaqirarkan. Dekoratsiyaga ishlatish uchun zo'r narsa. Va biz bularni birga o'rtog'inglarni shuni ovoz bilan Creeper'da qo'rqitsanglar bo'ladi. Yana nimalarni tekshirmoqchi bo'lsanglar, meni kanalimga kommentariyaga yozinglar. Men faqat ularni tekshiraman.